Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Qo'jimurotov va bizani bugungi videomizda meni kanalimdagilarning ko'pchiligi, ya'ni yaxshi ko'radigan mavzu kredit olish va muddatiy to'lovga olsa bo'ladigan narsalar haqida, ya'ni muddatiy to'lov funksiyasini beruvchi, xullas kredit mavzusiga oid videolarni olyapmiz bugun. Xo'p, ushbu videomizni davom ettirishdan oldin har doimgidek bizani qisqagina mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda ushbu videoga bir dona layk va pastdagi obuna bo'lish tugmasini bosib, uni yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Siz uchun esa bu bir soniyalik ish, biz uchun esa bu katta motivatsiya. Demak, biz videomizni davom ettiramiz. Do'stlar, bu yerda menga nimagadir ushbu yo'nalishda videolarni olganimga men shaxsan Solfi muddatli to'lov kartasini oldindan buyurtma ma'qullandi deb menga ilovadan buyurtma qilish haqidagi havola kelibdi. Ushbu havola orqali men yuklab olishim mumkin ekan. Ya'ni shuning uchun hozir sizlar bilan keling, unda men o'zimga obunachilarimga video qilaman dedimda, hozir sizlar bilan video qilishga harakat qilamiz. Xo'p, video qilishga emas, ya'ni ushbu videoning davomida, ya'ni zakaz berishga va daniylarimizni qanday kiritishni birma-bir ko'rib o'tamiz. Avvallari men oldindan kiritib, o'zim qilib olib, keyin ko'rsatardim. Sizlar bilan yuklamasdan oldin o'zi real time sizlar bilan birgalikda ko'ryapman mana hozir. Tak, havola orqali o'tamiz. Bizga mana shunday oyna ochiladi ekan. 12 oygacha muddatli to'lov evaziga to'lovlarsiz xaridlar uchun NBU bank tomonidan olish haqida, ya'ni endi bizlarni Play Marketga o'tkazdi. Play Marketga kiramiz. Play Marketda mana shu Solfi programmasini yuklab olamiz. Ochishni bosib men kirib ketaman. Tak. Bu yerda kirish jarayoni endi ko'p vaqt oladimi deyman bu ham. Videomiz cho'zilib ketayotgan bo'lsa oldindan uzr. Albatta sizni ketgan vaqtingizga arziydi deb umid qilaman. Demak, bu videomiz hozir kesmasdan shundoq qo'yyapman ko'pchilik joyini, faqatgina daniyalarim kirgan joylarni bekitib yoki kesib tashlagan holatda qo'yaman. Sababi shaxsga doir ma'lumotlarni qo'yganim uchun menga jinoiy javobgarlik yoki meni o'zimga zarar yetkazuvchi xatti-harakatlar bo'lishi mumkin boshqa qora niyatdagi odamlar tomonidan. O'shaning uchun men daniyalarimni yashirishga harakat qilaman. Tak, bu yerda esa biz telefon nomerimizni yozamiz. Agarda siz plastik kartangizga ulangan, ya'ni qaysi bank plastik kartasi bo'lsa ham, xullas plastik kartangizga ulangan telefon raqami orqali registratsiya qilganingiz yaxshiroq. Tak, 1220. Men shu raqamdan kirib ketaman. Tak, bu yerda kod kelishi kerak, tasdiqlovchi kod keldi. 8683. Parol qo'yib yuborishimiz kerak. Keyinroq tak, bizga davom etish Solfi kartasini olish uchun bizdan daniylarimizni kiritishimizni so'rayapti. Xo'p, men daniylarimizni berkitgan holatda kirgizaman, sababi bu shaxsga doir ma'lumotlarni bu yerda ko'rsatib bo'lmaydi. O'shaning uchun sizlar bilan ko'rsatmagan holatda davom ettiraman. Xo'p, birozgina pauza qilib turaman. Endi bu yerda biz seriya SK nomerimizni kiritib olishimiz kerak birinchi qismiga. Hozir bu videoning ustiga kodlarni yashirgan holatda davom etyapman. Sababi bu yerda
hech kimga ko'rsatish mumkin emas. Tak, ma'lumotni tekshirish jarayoni o'tyapti. Ish beruvchingiz haqida ma'lumot ololmadik. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, Penfield kiritishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Bizada rasmiy ish joyida bo'lmaganim uchun menimcha kartani bermadi. Sizga albatta rasmiy ish joyingiz bo'lsa berishi mumkin albatta. Men o'zim hozir esankirayotgan bo'lsam, sizlar bilan birgalikda ko'ryapman. Ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta video boshida aytganimdek, o'tib like bosib, podpiska bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yamiz. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Hojimurodov bo'ldi. Agarda bu video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga tarqatishni ham unutmang.